Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Va nihoyat biz natijalarga ham yaqinlashib qoldik. Endi bahorgi ko'rsatkichlarimiz bizga nima beryapti? Shakllarimiz mana shu vaqtgacha shakl to'g'risida gaplashib keldik. Shakllar unaqa, shakllar bunaqa. Tepa qo'yilgan shakl mana bunaqa bo'ladi. Mana endi biz gul davriga ham yetib kelib qoldik. Hurmatli bog'bonlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz o'tkazib yubormang. Videoni oxirigacha ko'rsangiz bir dona bo'lsa ham o'zingizga kerakli ma'lumotga ega bo'lasiz. Qarshingizda turgan bodom turetskiy bodom bo'lib, mana sizga shakl hosilxonalar taxlanishi va novdalar ishlanishi e'tibor beramiz. Hamma qilayotgan ishimiz natijaga, kelajakka bizga nima beradi, bog' nima berishi kerak, ana shu savollar bilan bog'larda ishlashimiz kerak. Mana hozirgi sanamiz 2026-yil 3-mart. 3-mart kunida biz qanaqa yutuqlarga ega bo'lib turibmiz. Ana endi shu ko'rinishda, shu o'rinda keling o'rikka ham o'tamiz. Yonimizda qilich o'riklarimiz ham bor. Salgina kutsangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, shaftolilar bilan ham tanishtirib o'tamiz. Shaftolida qanaqa o'zgarish, tepa kesib qanaqa qo'yishliklar, ular ham o'z o'rnida bo'ladi. Ana endi bu shakllar natijasi o'tgan yillikka chiqazilgan hosillarimiz hammasi videolarimizda bor. Kanalimizda batafsil kovlasangiz, ichkariroq kirib borsangiz, ana unga erishasiz. Tepasida e'tibor bersangiz, xom kaltaklar qo'yilgan. Bu nima sababdan? Bu yangi mana shu yildagi qo'yilgan kaltaklar bizda keyingi yilda tepani ko'tarishlik. Asosan o'rta sentrda yorug'likni ta'minlab bera olsak, 60 santimetrgacha yorug'lik tushib tura olsa, biz daraxtdan qo'rqmasligimiz kerak. Yondan tushadigan quyosh yon qismini mana liderlarimizni yon tomoniga urib bersa, ichkaridan urgan yorug'lik, quyosh nuri ikkinchi qatordagi liderlarimizni quyosh bilan ta'minlab bera oladi. Mana bu olxo'rilarimiz turetskiy bo'lib, Black Diamond bu ichi qizili, Black Splendorga yaqinroq. Black Splendorni ta'miga nisbatan buni ta'mi aromatni o'zgacha. Endi 5 kishiga bersak, yeb ko'rishga, ta'mini bilishga 5 kishi 5 xil fikrda mazasini aytib beradi. Biz aytib o'tganimizdek, asosan shakllardagi novdalar taxlanishiga bir-biriga mushat bermasdan, xalaqit bermasdan, hosil berganda ham tegmasdan, mana bu hamma jarayon o'tgan yilgi videolarimizda, undan oldingi videolarimizda batafsil tartiblari qo'yib kelinyapti. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Yana qaytarib o'tamiz, bundan-da go'zal, bundan-da chiroyli manzaralarda bilganimizcha kanalimizga qo'yib boramiz, yoritib boramiz. Bu ishdan maqsad xalqimiz mana foydalana olmaydigan bog'lar foydalansin. Ko'rib, nima yutuqlar bor, nima natijalar bor. Mana endi shaftoliga ham o'tamiz.
Keling bizdagi go'zal manzara bilan tanishib birdaniga o'tib boramiz. Bizda hali ham suvga muammomiz uncha-muncha katta muammo bor. Yozda juda ham qiynaladi suvsizlikda. Ana o'shani bu yerlarda bakalashka bilan joyi keldi. Yelkada apparat bilan ko'chatlarimiz qurib qolmasin deb apparatlar bilan sug'organ joylarimiz ham bo'ldi. Va nihoyat shaftolimizga ham kelib qoldik. Mana bu qarshingizda turgan shaftoli ikkinchi bargini tugatdi. Shoxida payvand bo'lgan. Mana payvand o'rinlari ko'rinib turibdi. Bu Mirablandaga ulangan edi vaqtida. Boshqalar bilan ham tanishib o'tamiz. Mirablandamiz manakay JM5 Mirablanda bu payt bo'yla aytib o'tganimizdek oldingi videolarda juda aromatni ta'm beradi. Mazasi juda kuchli bo'ladi mevalarda mahsulotimizda. Manakay ikkita novdaga payvand qilingan tepada. Tepani shakllanishiga e'tibor beramiz. Bizda asosan rol o'ynaydigan shakl. Ko'p kalta kesib belidan chopib tashlab juda go'zal hosilxonaga e'tibor bering har birida. Mana biz ham olsak bo'ladi mana bu yerda. Mana bundan olib tashlasak bo'ladi. Narigini xuddi shunday. Pastda siz oladigan darajada hosilimiz ham mavjud. Undan plus tepa qismda qanaqa go'zal hosilxonalar turibdi. Keling mana shu qarshingizda turgan ko'chatda ikkinchi bargini tugatdi. Sizga ko'rsatib o'ta olaman. 5-bargini tugatgan ko'chat bilan tanishtiraman. Mana shu o'rinda. Mana bu ko'chatimiz. Bu ham xuddi shaftoli, shu boymat shaftoli bo'lib, turaysiz bu 3-bargini tugatdi. Balandligi hamma tomonlama o'z o'rnida. Mana qarshingizda turgan Mirablanda 6-bargi 2020 yil yerga qadalgan. Keling shaftoliga qaytamiz. Aytib o'tganimizdek, shaftolini kelajakda yakunlanmaydi. Mana shu natijalar bilan davom etib boradi. 5-bargini tugatib, bizga nima ko'rsatkichni beryapti? Hech qanaqa bir xalaqit beradigan joyi yo'q. Hosilxona gul kurtaklarimiz bo'rtib qoldi. Endi buni gul kurtakka qarab keraksiz kaltaklarni olib chiqamiz. Uni ham qilingan ishlarni o'z o'rnida qo'yib o'tamiz. Biz asosan ahamiyat berishimiz kerak shaklga. Yo'qotadigan ishlar nimada? Mana tagida hosilxonalarimiz, ishlaydigan kaltaklarimiz o'z o'rnida. Mana siz bilan biz kutgan hosilxonalar bor. Mana. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizda qoling. Bundan-da go'zal, bundan-da kuchli natijalar bilan sizni boyitib boramiz. Kelajakda siz bilan hozir xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.